surasini eshitgan har qanday odam agar mahzun bo'lsa, xursand bo'lib ketadi. Shuning uchun tashvish tushganda Yusuf surasini o'qish kerak deyiladi. Qissaning ma'nosi ham, uning iboralari ham tashvishni aritadi. Yusuf surasida qarang, 100 oyatdan ko'p bo'lishiga qaramasdan jannat do'zax haqida bir og'iz gap yo'q. Katta suralarda jannat do'zax haqida albatta gap keladi. Lekin Yusuf surasida jannat haqida ham, do'zax haqida ham gap yo'q. Birodarlar, ota-onamiz tirikmi? Tiriklik paytlarida qadrlariga yetaylik. Onam Hindistonda operatsiya bo'ldilar. O'sha operatsiyadan keyin vafot etdilar. Meni boshimga tushgan narsani hech kimni, dushmanimga ham ravo ko'rmayman, chunki eng yaqin insoni onada. Onani mayitini grobga solib, samolyotga yuklab, kargodan olib borib ko'mishtaqa, buni musibat bo'lmasa kerak, vallohu alam. Onam o'sha Hindistonga olib borganimda bitta kattakon savdo markaz bo'ladi. U yerda savdo markazlarida bilamiz, narsalar qimmat bo'ladi. Popkorn so'raydilar-da onam. O'g'lim, mana shu popkorn yegim kelyapti. Qarasam bir 2 barobar boshqa joylardan sal qimmatroq. Ona, sal qimmat ekan, qo'ying shu narsani keyin olaylik. Xo'p dedilar onam. Xo'p dedilar. Operatsiya bo'ldilarda o'tib qoldilar. Hali ham qalbimda orzu bo'lib qolganki, o'sha $1000 bo'lsa ham o'shani olib bersam bo'lmaydimi? $1000 bo'lsa ham olib berardim. O'sha kunga la'nat bo'lsin, nimaga ota-onamga yaxshilik qilmayman? Haligacha qalbimda armonda. O'shaning uchun yigitlar, pulimda baraka bo'lsin desalaring, pulim ko'paysin desalaring, pullaring onalaringga sanatinglar. Har bitta topgan pulingizni ishlab chiqarishingizniki bo'ladimi? Savdoyingizni puli bo'ladimi? Albatta uyga olib kelib onangiz qo'lidan birma-bir o'tkazing. Har bitta kupiyorani. Qo'pol qilib aytganda, onangizdan pul mashinasi sifatida foydalaning. Ana shunda barakani ko'rasiz. Chunki onaning qo'lida baraka bor. Pul onadan o'tishligida baraka yog'iladi. Bu isboti bor gap. Boylarning ko'pini ko'ring, kassasi onasida turadi. Milliarderlarni ko'ring, ularning milliarder bo'lishiga sababchi ona. Mayli, pulingiz yo'qdir. 100 ming, 200 ming pulingiz cho'ntagingizda bo'lsa ham ertalab kunda tong saharda turib, onajon mana bu pulimni sarf qo'ying deng. Ana shunda barakani ko'rasiz. Baraka yog'ilishini ko'rasiz. Ba'zi birlar chiqyapti, pul xotinda turish kerak edi. Bunda baraka bo'lmaydi. Erkak kishining kassasi xotinida. Bu salovatni umri davomida bir marotaba bo'lsa ham o'qisa, Alloh taoloning rahmati u kishining ustiga tushadi. Istak va ehtiyojlari ijobat bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, kim jazallohu anna sayyidina Muhammadan sallallohu ta'ala alayhi va sallama ma huwa va ahluhu desa, 70 ming farishta 1000 tong bu salovati sharifning savobini amal daftariga yozish uchun harakat qiladilar. Bu qiymatli salovatni bir marotaba o'qigan bo'lsangiz, amin deb muhrlang.